O'zbekistonda har yili 10 minglab ilmiy ish yoziladi. Ularning halolligini tekshiradigan tizimlar esa asosan chet elniki. Mavjud tizimlar ikki narsani qila olmaydi. Birinchisi, matn boshqa tildan tarjima qilib ko'chirilganda buni topa olmaydi. Ikkinchisi, sun'iy intellekt yozgan matnni o'zbek tilida aniqlay olmaydi. Bugun esa talabalar va tadqiqotchilar ChatGPTdan keng foydalanmoqda. Akademtech 8 mahsulotdan iborat akademik infratuzilma ekotizimi. Uning yadrosi asl matn, sun'iy intellektga asoslangan antiplagiat va AI matn aniqlash platformasi. Hujjatni yuklaymiz. Tizim ikki yo'nalishda ishlaydi. Plagiat tahlili manbalar bilan qaysi jumla qayerdan olinganini ko'rsatadi. Rus tilidan tarjima qilingan parcha ham aniqlanadi. Bu tillararo tekshiruv natijasi. AI tahlil aniq foiz va segment darajasida. Ko'pchilik tizimlar umumiy baho beradi. Bizniki qaysi abzat sun'iy intellekt tomonidan yozilganini ko'rsatadi. Tizim to'g'ri iqtibosni plagiatdan ajratadi. Qonun nomlari va rasmiy havolalar hisobga olinmaydi. Har tekshiruvdan keyin rasmiy sertifikat beriladi. QR kod, himoya belgilari va raqamli imzo. Universitet yoki tahririyat uni tekshirib ko'rishi mumkin. Interfeys 4 tilda ishlaydi. O'zbek, lotin va kirill, rus, ingliz. Asl matn 3 oyda 947 foydalanuvchini jalb qilgan holda 10 million so'mdan ortiq daromad olib keldi. PayMe va Click integratsiya qilingan. Kompaniya tashqi investitsiyasiz o'z mablag'i hisobidan o'sib bormoqda. IT Park rezidenti hisoblanadi.